Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz DE servisiga kelganmiz. Bu yerda ishlar amalari ketyapti. Kimda muammo bo'ladigan bo'lsa, har qanday DE invertorlaringizga servis xizmat ko'rsatib beramiz. 3 yil davomida besplatni. Assalomu alaykum akalar, hormaylar. Bu yerda usta Abdullakamizdan bor ekan. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Aka, qanday holatlarda servis xizmat ko'rsatib berasizlar yoki servis xizmat shartlari qanaqa bo'ladi bu yerda? Asosiy muammolar nimada bo'lyapti hozirda? Bizning asosiy muammolarimizni mana bu yoqni ko'rsatib bo'ladi. Davlat tarmog'idagi tok kuchlanishi bir-biriga tegib ketgani hisobiga mana 50 taligimiz, 20 talik, mana 10 talik. Hammasi mana davlat tarmog'idagi kuchlanishlari oshib ketgani hisobiga simlari bir-biriga tegib ketganidan bu kuyib ketadi. Bizning garantiyamizni servis tomonidan beriladigan garantiya, invertorni o'ziga garantiya beramiz, davlat tarmog'iga emas. Panellarning soni shu 16 tadan oshib ketmasa, maksimal 16 dan oshib ketmasa, bular hammasi 5 yildan emas, 10 yil ham ishlab mana qilib beraveradi. 10 yilga ham xudo xolasa ishlab beradi. Xudo xolasa. Zapchastlarimiz mana ko'rishingiz mumkin. Bemalol yetarli, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, qo'ldan kelgancha tezroq bitirib chiqarib olishga harakat qilamiz. Xudo xolasa biz bitta 50 kilovatga olib kelgan edik. 20 minutga qolmasdan mana to'g'rilab, tayyor qilib mana yopishyapti. Ko'rishingiz mumkin. Tayyor qilib yopishyapti. Aka, DE har qanday iminni kimdandir olingan bo'lishi kerakmi yoki farqi yo'qmi? DE brendi bo'lsa bo'ldi, kafolat beriladimi? Xudo xolasa DE brendi bo'lsa bo'ldi. Bizga biz hozir qatdan olganlari muhim emas. Mana shu davlat tarmog'idagi muammo bo'lmasa, paneldan muammo bo'lmasa, invertor kamchiliklarini tez hal etishga harakat qilamiz. Xo'p, bu pulli xizmat bo'ladimi yoki hammasi besplatni bo'ladimi? Davlat tarmog'idan bo'lsa pulli bo'ladi, plata baribir alishib ketadi. Qolgan solnechniy tomon, quyosh panel tomonidan variant bo'lsa, DC tomondan. DC tomon agar shu 16 dan oshib ketmagan bo'lsa, uni ham bemalol o'zi bepulga to'g'rilab beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar.